بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم جماعة المسلمين dinimizda mo'minning so'zi amali kabi e'tiborlidir. Tilning toati ham isyoni ham katta bo'ladi. Masalan, iymon keltirish tilning toati va kufr keltirish tilning isyonlaridan biridir. Nikoh va taloq masalalarida ham bir og'iz so'zi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Rozilikni ifoda etuvchi so'z bilan ikki begona inson bir umrlik juftga aylanadilar yoki ajralishni bildiradigan so'z bilan xotin bir-biridan ajraladi. Alloh taolo mu'minni so'zini o'ta e'tibor bilan qabul qiladi. Birgina so'z bilan xotinning o'rtasidagi munosabatlar halolga aylanadi. Ayoldan bo'lgan ijobni qabul qiladi, bir-biriga halol. Bir og'iz so'z bilan taloq deydi, shu halollik yechiladi. Allohning huzurida bandani so'zining e'tibori o'ta ahamiyatlidir. Demak, farishtalar odamlar gapirayotgan va amalga oshirayotgan savob yoki gunoh so'z va amallarni yozib boradilar hamda bu kitob qiyomat kunida o'qib ko'rish uchun o'zlariga taqdim etiladi. G'iybat haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana marhamat qildilar. Tili bilan iymon keltirib, qalbiga iymon kirmaganlar, musulmonlarni g'iybat qilmanglar, ularning ayblarini axtarmanglar. Kim birodarining aybini axtarsa, Alloh ham uning aybini axtaradi. Alloh kimning aybini axtarsa, uni uyida bo'lsa ham sharmanda qiladi. Imom Abu Dovud, Imom Ahmad rivoyati.